19-yil edi. Menda IELTS'dan 7 bor. Hali bala tayyorlanman. Keyin bir jo'ram bor. Hozir ishlab yuribdi, Suhrab Sultonov degan IELTS instruktori. Shu vaqtda Suhrab ham magistr diplomini oldi, ham IELTS'dan 8 oldi. Shu vaqtda men kallama kelganda, menda ham shu magistr diplom bilan plus IELTS 8 bo'lgan bo'lsa, o'sha bo'ldi. Men hayotimda o'sha shundan next level chiqib bilmaydi deganman-da kallamda. Keyin o'sha fast forward o'sha 3-4 yil fast forward etsang, menda o'sha IELTSdan 8,5 bor. Magistrni o'qib universitetda ishlab, universitetdan ketdim ham o'sha. Chunki bonda ish ko'payib ketdi. Endi 3 etajli zdaniyada masalan o'quv markazida o'tiribmiz. Like unbelievable-dan, chunki men kallamda yangi narsa bo'lgan shu. IELTSdan 8im bo'lsa, hech bo'lmasa 30-40 bola keladi. Ya'ni ishonib, chunki 8im bor. Bonda magistrim bo'lsa, men universitetdan ishlab bilaman, formalniy ham ishim bo'ladi. Bonda yangi paycheck bo'lmaslik uchun